Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan bosh mushaklari, muskular kraniya haqida gaplashamiz. Bosh mushaklari kelib chiqishi va funksiyasiga ko'ra ikkita katta guruhga bo'linadi. Birinchi guruh mushaklar yuz mushaklari, muskular fasciae deb ataladi va ikkinchi guruh mushaklar chaynov mushaklari, muskular masticatori nomini oladi. Bu ikki guruh o'rtasida asosiy farqlar mavjud. Dastlab o'sha farqlar haqida gaplashib chiqamiz. Yuz va chaynov mushaklari orasidagi asosiy farqlar quyidagilar. Birinchi farq, barcha yuz mushaklari suyakdan boshlanib teriga kelib birikadi. Chaynov mushaklari esa suyakdan boshlanib suyakka birikadi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsa, pastki jag'iga kelib birikadi. Bu birikishdagi farq ularni ikkinchi farqini yuzaga keltiradi, ya'ni ularning funksiyasidagi farq. Yuz mushaklari demak teriga birikishi ularni erkin harakatiga imkon beradi. Bu esa demak mimik harakatlarni yuzaga keltiradi va bu insonning emotsional holatini ifodalashni ta'minlaydi. Chaynov mushaklari esa nisbatan qattiqroq asosni talab qiluvchi funksiyani bajaradi, ya'ni chaynov harakatlari ozuqaga tashqi muhitdan qabul qilayotgan oziq mahsulotlariga birlamchi mexanik ishlov berilayotganda chaynash harakatlari amalga oshiriladi. Aynan mana shu harakatlar uchun qattiqroq asos kerak bo'ladi. Bular bizda funksional jihatdan ikkinchi farq edi. Uchinchi farqi, barcha yuz mushaklari 7-juft bosh miya nervi nervus facialis orqali innervatsiya qilinsa, chaynov mushaklari 5-juft bosh miya nervi nervus trigeminus orqali innervatsiya qilinadi. To'rtinchi farq, barcha yuz mushaklari demak yaxlit bitta fassia qoplamiga ega emas. Faqatgina musculus buccinatordan tashqari musculus buccinatorda fassia qatlami mavjud bo'ladi. Qolgan yuz mushaklarida fassia mavjud bo'lmaydi. Chaynov mushaklari esa bizda to'liq fassia bilan qoplangan bo'ladi. Endi har bir mushak guruhini alohida klassifikatsiya qilib, qismlarga bo'lib, maydalab o'rganib chiqamiz. Birinchi ko'rib chiqadigan mushaklar guruhi yuz mushaklari, muscular fasciae. Yuqorida ta'riflab o'tdik. Barcha yuz mushaklari suyakdan boshlanib bosh terisiga birikadi. Ularning asosiy funksiyasi esa yuzdagi mimik harakatlarni amalga oshirib, insonning emotsiyasini ifodalash. Yuz mushaklarini o'rganishni oson qilish uchun ularni guruh qilib bo'lib chiqamiz va aynan o'sha guruhlarda joylashgan har bir muskulni alohida gaplashamiz. Demak, birinchi mushak bu o'zi alohida bitta mushak, kranium ustidan qoplab turadi. Buni epikranial mushak yoki musculus epicranii deb ataymiz. Keyingi guruh mushaklar ko'z atrofida joylashgan mushaklar. Ko'z atrofida joylashgan mushaklar. Keyingi guruh esa burun atrofida joylashgan mushaklar. Keyingisi esa og'iz atrofida joylashgan mushaklar guruhi. Va so'nggisi quloq atrofida joylashgan mushaklar. Har bir mushak guruhi o'ziga xos bo'lgan mushaklarni o'z ichiga oladi. Endi sizlar bilan har bir mushak guruhini alohida bo'lib o'rganamiz. Birinchi ko'rib chiqadigan mushagimiz kalla usti mushagi, musculus epicranius. Ushbu mushak kraniumni qopqog'i, ya'ni kalvariyani qoplab turuvchi yassi mushak hisoblanadi va bu mushakning asosiy 3 ta qismi mavjud. Birinchi qismi oldingi qorinchasi venter anterior, orqadan demak orqa qorinchasi venter posterior va bu ikki qorinchani markazdan birlashtirib turuvchi payli aponevroz, galli aponevrotikadan iborat. Mana shu qismlarni birma-bir gaplashib chiqamiz. Birinchi qismi galli aponevrotika, ya'ni payli qalpoqcha ma'nosini anglatadi. Ushbu aponevroz suyak usti pardasi, ya'ni periosteumga payli fibroz to'qimi orqali birlashgan bo'ladi va shuni hisobiga
oldingi hamda orqa qorinchalar qisqargan vaqti aynan mana shu pay ham erkin harakat bajaradi. Keyingi qismi bu oldingi qorincha. Oldingi qorincha venter anterior yoki peshonaga oid bo'lgan qorincha venter frontalis ham deymiz. Ushbu qorinchani boshlanish qismi gallia panevrotikani oldingi chegarasi bo'lsa, birikish qismi esa mana bu qoshlarning ustida joylashgan teri va glabella terisiga kelib birikadi. Ushbu mushakning asosiy vazifasi o'zi birikkan terini yuqoriga tortish, ya'ni peshona terisini yuqoriga tortish vazifasini bajaradi. Ushbu harakat inson biron bir narsaga diqqat qilganda yoki hayratlanganda yuzaga keladi. Keyingi qismi venter posterior yoki ensaga oid bo'lgan qorincha venter occipitalis. Ushbu qorinchani boshlanishi ensani eng yuqori chizig'i linea nuchalis supremadan boshlanib, gallia panevrotikani orqa chegarasiga borib birikadi. Mushakning asosiy vazifasi gallia panevrotikani demak pastga qarab tortish. Yuqorida gaplashib chiqqan 3 ta qismimiz birgalikda harakat bajaradi. Ya'ni venter anterior, gallia panevrotika va venter posterior birgalikda qisqarib, oldindan orqaga qarab mushakni tortadi. Bu esa yuqorida ta'kidlab o'tgan yuz ifodasi, ya'ni hayratlanish va diqqatni ifodalovchi mimik harakatlarni amalga oshiradi. Endi sizlar bilan quloq mushaklari, musculus auricularislar haqida gaplashamiz. Quloq mushaklari ikki xil bo'ladi. Ya'ni quloq suprasida joylashgan mushaklar va quloq suprasidan tashqarida joylashgan mushaklar. Quloq suprasidagi mayda mushaklar organizmda muhim bir vazifani bajarmaydi. Ular rudimentar holatda saqlangan mayda mushaklar hisoblanadi. Quloqdan tashqarida joylashgan mushaklar esa 3 ta bo'ladi va ularni hammasi quloqni ildiziga, ya'ni tashqi quloqni ildiziga kelib birikadi. Bu mushaklarning birinchisi oldingi quloq mushagi musculus auricularis anterior, yuqori quloq mushagi musculus auricularis superior hamda orqa quloq mushagi musculus auricularis posteriorlardan iborat. Har bir mushakni alohida ko'rib chiqsak. Birinchi mushak oldingi quloq mushagi. Ushbu mushak mana bu musculus temporalisni ustidan qoplab olgan fascia temporalisdan boshlanadi va demak orqa tarafga qarab yo'nalib mana bu yerdagi spina helixga kelib birikadi. Helix bu tashqi quloqni, ya'ni quloq suprasini bir qismi. Ushbu mushakning asosiy vazifasi joylashishiga ko'ra demak mos bo'ladi. Quloqni oldinga va biroz kranial, ya'ni yuqoriroqga tortish funksiyasini bajaradi. Keyingi mushak yuqori quloq mushagi musculus auricularis superior. Ushbu mushak mana bu yerda joylashgan gallia panevrotika va chakka fatsiyasidan, chakka mushagi fatsiyasidan boshlanadi va mana bu yerda joylashgan eminensia triangularisga kelib birikadi. Eminensia triangularis tashqi quloq, ya'ni quloq suprasida hosil bo'lgan fossa triangularisni tashqi tarafdagi demak bo'rtaq hisoblanadi. Ushbu mushakning asosiy vazifasi esa joylashishiga monand tashqi quloqni yuqoriga tortish. Va so'nggi tashqi quloq mushagi bu musculus auricularis posterior. Ushbu mushak demak chakka suyagini so'rg'uchsimon sintez processus mastoideusdan boshlanib mana bu yerda joylashgan eminensia conchalis do'ngligiga kelib birikadi. Eminensia conchalis mana bu yerda joylashgan chig'anoqsimon chuqurchani do'ngligi hisoblanadi tashqi tarafdan.
Ushbu mushakni funksiyasi joylashishiga binoan tashqi quloqni orqaga qarab tortish. Keyingi gaplashadigan mushaklar guruhi burun atrofidagi mushaklar. Burun atrofida 3 ta mushak mavjud. Ularning birinchisi musculus nasalis. Ushbu mushak tolalarni yo'nalishiga ko'ra ikkita qismdan tashkil topgan. Birinchi qismi pars transversa, ya'ni ko'ndalang qismi va ikkinchi qismi qanotsimon qism pars alarislardan iborat bo'ladi. Har bir qismni alohida ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi ko'ndalang qism boshlanishi yuqori jag' suyagini oldingi yuzasi facies anteriordan boshlanib, tolalar yuqoriga qarab yo'naladi va qarama-qarshi tarafdagi ko'ndalang qismlarni birikishidan hosil bo'lgan burunni dorsal aponevroziga kelib birikadi. Ushbu qismning asosiy funksiyasi mana bu burun teshigini demak toraytirish. Mana aynan shu mushak funksiyasi. Qarama-qarshi tarafdagi ko'ndalang qismlar qisqarganda burun teshigi torayadi. Ikkinchi qismi qanotsimon qism. Ushbu qism demak boshlanishi bu ham facies anteriordan boshlanadi, yuqori jag'ni va yuqoriga qarab yo'nalib, burunni qanotsimon tog'ayiga kelib birikadi. Bu mushakning asosiy vazifasi esa mana bu burun teshigini endi kengaytirish vazifasini bajaradi. Ko'ndalang qismiga qarama-qarshi funksiya bajaradi. Mana. Bu ikki mushak qismi demak nafas olishda ishtirok etadi. Aynan burun teshigini kengaytirish hamda toraytirish orqali. Ikkinchi burun atrofi mushagi musculus levator labii superioris aliqui nasi, ya'ni yuqori labni va burun qanotini yuqoriga ko'taruvchi mushak. Ushbu mushakning boshlanishi yuqori jag'ni peshona o'simtasi processus frontalis osis maxilladan boshlanadi va tolalari pastga qarab yo'nalib, yuqori labni yon lateral chekkasiga va burun qanotini terisi va tog'ayiga kelib birikadi. Ushbu mushakning funksiyasi nomiga monand, ya'ni yuqori labni yuqoriga ko'tarish va burun qanotini yuqori hamda yonga cho'zish natijasida demak mana bu burun teshigini kengaytirish funksiyasini bajaradi. Shu bilan birgalikda mushak qisqarayotgan paytda mana bu yerda joylashgan teridagi sulcus nasolabialisni yon tarafga qarab tortilish natijasida mana shu sulcus tekislanadi. Ushbu mushakning funksiyasi bizda norozilik emotsiyasini ifodalaydi. Va so'nggi burun atrofi mushagi musculus depressor septinazi, ya'ni burun to'sig'ini pastga tortuvchi mushak. Ushbu mushak tolalari kurak tishlarining asosida joylashgan fossa insizivadan boshlanib, yuqoriga qarab yo'naladi va burunning katta qanotsimon tog'ayi cartilago alaris major naziga borib birikadi. Mushakning funksiyasi o'z nomiga mos bo'ladi, ya'ni burun to'sig'ini pastga qarab tortadi va burun teshigini kengaytiradi. Shu bilan birga odam gapirayotgan paytda, ya'ni lablar harakatda bo'lgan paytda aynan mana shu mushak burun uchini harakatga keltiradi. Yuqorida sizlar bilan bosh mushaklarini umumiy klassifikatsiya qilib chiqdik. Undan so'ng epikranial mushaklar,
quloq atrofi mushaklari hamda burun atrofi mushaklarini gaplashib chiqdik. Keyingi darsimizda sizlar bilan ko'z atrofi hamda og'iz atrofi mushaklarini gaplashamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.